Aka nima qilyapsiz? Kallangiz joyidami? Qancha aralashmagan hayotdan to'yda odam bor. Hayotdan to'ygan bo'lsa, o'zini tomdan tashlash kerak. Tashlash kerak. Nima sabab aka? Bilasizmi, qanaqa jazoligini? Voy, Bu odamga alam qiladi-da, ukam. Uyimda diplomim bo'lib turib, oddiy kirakashman. Kuniga 150 ming pul topaman. 50 mingni gazga ketadi uni ham. Uyda 3 ta bolam bor. Oilamni boqish o'zi bo'lmaydi, ukam. Bir narsa qilib qutulish kerak-da, garochi. Qoch xalaqtirmagan menga. To'xtang, aka, bu qutulish emas, bu tutilish-ku. Hozir siz aytyapsiz, 150 ming topaman deb. O'lib ketganingizdan keyin o'sha 150 mingdan uyingizga kirmaydi-ku. Bolalaringiz nima qiladi, aka? O'zini yo'lini topib ketadi katta bo'lganda. Bo'pti, o'zini yo'lini topib ketar. Xotiningiz nima qiladi, aka? 1 oy aza tutar, 2 oy aza tutar, 3-oy bor-ku, siz mana yarim yo'lda duxini bergan deb fikr qiladi-da, ya'ni 1 yildan keyin sizni vash unutib yuboradi. Keyin 1,5 yildan keyin Dubayga ketadi. 2-yili Dubayda sheyxga erga tegib oladi. Keyin sizni vash eslamaydi. Keyin sheyx so'raydi: "Yalla, eringga nima qilgan?" desa, erim, tupoy, yarim yo'lda o'zini tomdan tashlab yuborgan." deydi. Sheyx bilan mazah qilib yuradi xotiningiz. Shu kerakmi sizga? Tushunmadim. Qanaqa sheyx haqida gapiryapsiz? Men qayerdan bilaman qanaqa sheyx? Endi o'lib ketganingizdan keyin bitta sheyxga erga tegib ketadi-da. Hozir menga ko'rsatib qo'yaman qanaqa sheyxligini, tushundingmi? Boring. O'zini tashirmish. Tashagandan keyin normalniy problemalarda o'zini tashiydi. Bilaman, ading ekspertni 500 million yutqizib qo'ydim. Hop!